Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Ushbu videomizda geometriyaga oid bitta masalani yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, ABC uchburchak berilgan va A3 dan AF bisektrisa tushirilgan va bu bisektrisa DC kesmaga perpendikulyar ekanligi va A sining 6 ekanligi, F esa 5 va BF x, DB esa Y ga teng. A bu kesmaning uzunligi 18 ga tengligi ma'lumotda ko'rsatilgan mana bu rasmda. Xo'p, bu yerda nimani topishimiz kerak? Shartini yozib qo'yaman. X minus Y ni topishimiz kerak bo'lsin. Xo'p, A3 dan tushirilgan bisektrisa ADS uchburchak uchun ham bisektrisa ham balandlik bo'lyapti. Ham bisektrisa ham balandlik bo'ladigan bo'lsa, bu uchburchakimiz, ya'ni ADS uchburchakimiz teng yo'lli uchburchak bo'lishi kerak bo'ladi. Buning ham mediani ham bisektrisa ekanligidan. Demakki, AD kesmaning uzunligi 6 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Endi AD kesma 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, AB kesma 18 ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz Y ni shu yerdan aniqlab oldik. Demak, Y teng 18 dan 6 ni ayiramiz. Bu Y ning 12 ekanligini bildiradi. Y ni topib oldik. Endi X ni topish uchun nima qilamiz? Bisektrisani ajoyib xossasi bor. Bisektrisani xossasiga ko'ra mana bu ABC uchburchakda, demak, AB tomonining X ga nisbati, demak, AB ni X ga nisbati teng bo'ladi AC ni, ya'ni 6 ni 5 ga nisbatiga. Va bu yerdan AB tomonining uzunligini biz bilamiz, 18 ekanligini. 18 ni X ga bo'lganimiz bu 6 ni 5 ga bo'lganimizga teng. 6larni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, bu yerda X ning 15 ekanligini aniqlaymiz. Va bizdan so'ralgan X minus Y esa 15 minus 12 teng 3 ga bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.